Davlat ishida ishlash kerakmi? Hozir sizlar bilan davlat ishida ishlashning plus va minuslari haqida gaplashamiz. Pluslari shundaki, siz davlat ishida tartib intizomni, ish yurituvni, jamoa bilan muloqotga kirishishni o'rganasiz. Turli xil xavflardan himoyalanasiz hamda muayyan daromadga ega bo'lasiz. Minuslari esa katta orzular qila olmaysiz, erkinligingiz cheklangan bo'ladi hamda boyib ketish imkoniyatingiz deyarli bo'lmaydi. Agar korrupsiyaga qo'l urmasangiz. Imkoningiz bo'lsa davlat ishida ishlashni tavsiya qilgan bo'lar edim. Biroq davlat ishiga bog'lanib qolmang. Imkon qadar qo'shimcha tirikchilik yo'llarini qilib qo'ying. Chunki bilmaysizki, kelgusida sizga noqonuniy topshiriqlar berilishi mumkin. Agar siz ularni rad etgudek bo'lsangiz, sizni yo'q qilish payiga tushishadi. Shunday kezlarda o'zingizdan bilib ketganingiz siz uchun faqat va faqat foyda. Aks holda sizni bir ayb topib bo'lsa ham yo'qotishadi. Yoki pensiyaga chiqqaningizcha noqonuniy ishlarga sherik bo'lishingizga to'g'ri keladi. Ushbu videoni davlat ishida ishlaymi, ishlamaymi deb yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.